Assalomu alaykum Bekzod, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Hurmat, Abdulaziz, Assalom. yaxshimisiz? Holinglar yaxshimi? Yaxshi. Assalomu alaykum. Abror Rahmat. aka ham kirdilar. Ishlar yaxshi ketyaptimi? Charchab Rahmat, qolmaymiz. rahmat. Alhamdulillah. O'zingizlar qanday? Sekin-sekin bo'pti. Rahmat. Xo'p, yana assalomu alaykum akajon, charchamayapsizmi? Rahmat, tuzimsiz. Rahmat, rahmat. Hozir mana Ozodbek bor edi. Bunyod aka bor edilar. Xo'p, sekin boshlayveramiz endi. Xo'p. Qaranglar, o'sha bizda nima deydi? Oddiy darslarimiz sekin-sekin tugab, lekin oddiy narsalar ham qo'shib ketamiz, chunki bilmaydiganlar bor. Ora-orada masalan juda sodda narsalarni internetdan, YouTubedan topsa bo'ladigan narsalarni ham qo'shib ketamiz. Bu asosiy narsamiz bizda Xudo xolasa nima deydi? O'sha oho, ana prezident o'tyapti ko'chadan. Xo'p. Asosiy narsamiz bu yerga seriozniy, ya'ni bozorda realniy ishlab beradigan strategiyalar bo'ladi. Ular ko'p strategiyalar avtorskiy hisoblanadi, ya'ni ko'p joyda hech qayerda yo'q deyarli. Hech qayerda yo'q deganim, ba'zi bir joylarda bo'lishi mumkin. Ular ham o'sha o'rganib sekin o'quvchilarga o'rgatish bilan o'qilingan. YouTube'lardan topish sal kamdan kam bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan strategiya, undan oldin men bu analizni ko'rsatmoqchi edim. Buni mana bugun qilingan. Bu yerda deylik, Akifixda offline darslarda ham xuddi shu narsalarmi yoki u yerda sal yana ham bu narsalar men o'zimni shaxsiy o'rgangan, shaxsiy narsalarim. Akifixda ham bolalarga o'rgataman. Darsliklarimizda deyarli yo'q bular. Ha, tushunarli. Darsliklarda borini ham o'rgataman, yo'g'ini ham. Mana avtorskiy deganlar ham shunaqa. Hozir mana bugun o'rgatmoqchi bo'lgan narsam birinchisi Akifix darsligida bor, ikkinchisi yo'q. Xo'p, mana men bu analizni ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Mana bolalar qaranglar, sizlar mana bitta mana shunday har kuni strategiya o'rganib sekin-sekin ko'tarilib borasizlar, to'g'rimi? Mana shu o'rgangan strategiyalarni masalan bitta donasini qo'llamaslik kerak. O'sha sabab deb men har o'rgatgan mayda-chuda narsalarim ham qo'shimcha bo'lishi kerak. Mana bu holatda oddiygina mana trend liniya bor edi. Trend liniya buzilishi bo'lgan bu yerda. Undan tashqari mana bu ob'yom degan narsa bor. Buni ham tushuntirib o'taman bugun. Undan tashqari bu yerda SMC degan kuchli conception bor. O'sha kuchli conception bo'yicha bozorda order block hisobiga mana bozorga qaranglar, qanaqa joyidan kirilgan. Mana. Ya'ni 65-8 dan kirilgan savdoga hozir mana uje men bitimlarimni yopganman ko'pini. 75 gacha ko'tarilibdi. Bu qismda o'zida 100 pips bozor harakati bo'ldi. Ana endi qonun qoida bo'yicha bozorda trend liniya buzilgandan keyin atkat berib yana pastga davom etishligi mumkin. O'shani xavfi borligi uchun u qayerga atkat berishi mumkin? U eng yaqin minimumga atkat beradi, ya'ni mana bu qismga. O'shaning uchun mana bozor keladi deyilgan, pastga tushiladi, atkat beradi, yana kelib turib keyin order block hisoblangani, bizda aynan chizib qo'yganimizdaqa bo'lmadi. Keyin bolalar hozir kimda mikrofon hech kimda yonolmasa, agar nobodo qotayotgan bo'lsa, eshitilmay qolayotgan bo'lsa, sraz to'xtatinglar, o'tib ketib qolmasin. Prosta bu analizni tushuntirib bermoqchi bo'lganim, bu yerda bitta dona sabab emas, ikkita, uchta sabab bilan qilingan. Birinchi sabab bu kuchli order block bor edi. Ikkinchi sabab bu zona urvenli zona edi, ya'ni deylik mana bu qismda, ya'ni bozorga mana shu qismda o'zidan ham savdoga kirsa bo'lardi, ya'ni yetib kelishi bilan. Nimaga desak, bu bozorda mana atkat beradigan zona edi chunki. Bittagina bu urven hisoblanadi. Bu urven qanaqa bo'ladi? Masalan, bu hozir bu yerda сопротивление bo'layotgan bo'lsa, bunga bozor mana поддержка qilib berdi. O'sha urvenni buzib o'tmadi. E'tibor bergan bo'lsanglar, buzib o'tilish deganda tanasi bilan buzib o'tilishi kerak bozor. Bu tanasi bilan emas, soyasi bilan buzib o'tdi. Bu yopilgandan keyin ham savdoga qo'shilib olsak bo'lardi. Bu bitta sabab, ikkinchi sabab order block, uchinchi sabab trend liniya buzilgandan keyin atkatning qaytishi bor edi. Bunisi undan tashqari ob'yom bor edi. Bundan tashqari yana bitta narsa bor. Buni ham o'rgatib o'taman. Valna Elliot strategiyasi bo'yicha Fibonacci tortadigan bo'lsak, bozor 0.618 dan, ya'ni mana shu qismdan atkat berish kerak. Ya'ni ko'p sabablarga ko'ra mana shu zona buy zona hisoblanardi. Mana aytilgandek savdoda analiz ketdi.
Xo'p, yana qilingan analizlarni qarab ko'ramiz bitta ikkita. Bugun bozorda qilinganlardan. Xo'p, mana bu qismda. Bu narsani sizlar o'rgangansizlar, shuni bitta ko'rsatib o'tmoqchiman. Qaranglar, 4 soatlik time frame ga o'tkazdiradigan bo'lsak, euro out parasini e'tibor bersanglar, bozorda trend liniya bo'lgan. O'sha trend liniya masalan buzib o'tilgan, to'g'rimi? Yuqoriga buzib o'tilib, atkat bergan, atkatdan keyin bozor ko'tarilib ketgan. Undan tashqari bu yana shu yerga atkat berishlik ehtimoli bor. Undan tashqari mana bu yerda to'rtburchak chizilgani, bu ham yana boshqa sabablar. Bu yerda menimcha adashmasam yana Valna Elliot bo'yicha 0.618. Xudo xolasa mana shu anoni ham analiz hali yetib kelmabdi. Yetib kelsa mana shu zonadan yana yuqori ketishligi ehtimoli katta. Mana oldin ham qilingan bu paralarga ishlab bergan ko'pi. Xo'p, bugungi strategiyamizga o'tadigan bo'lsak, birinchisi, hamma biladi, bozorda juda ko'p treyderlar eng ko'pi savdosi bu trend eng ko'p savdo qilinadigan valyutniy paralar orasidan tashqarida mana bu AUD, ya'ni tilla paramiz. Nima uchun bunda ko'pchilik savdo qiladi? Bu masalan ozroq yursa ham normalniy pips yurib beradi, mana 104 pips. Agar valyutniy parada bo'lganda bu bo'lsa 30-40 pips bo'lardi. Ham impuls bilan ham bozor nima deydi, sizni tezroq foydaga olib chiqishligi mumkin. Aynan mana shu ko'pchilik qiziqadigan tillada cho'tki ishlab beradigan nima deydi, strategiya bor. 100 ta analiz qilsangiz, o'shandan 90 tasi ishlagan bo'ladi. Faqatgina qonun qoidasiga amal qilingan holatda topilsa bo'ldi. Hamma eshityapti, bolalar darsda anisini boshlayver, asosiy mag'zini. Eshityapsiz. Ishtilyapti. Xo'p, bu narsani Abrora labay. Iloji bo'lsa sal sekinroq aytolasiz, sal tezlashib ketganda. Bo'ldi. Xo'p. Abrora menimcha eshitaman. Gapiravering. Kim qilganimizni ko'rgan, lekin xira deb tushunmaganingiz aka, to'g'rimi? Ha, xira deb yaxshi ko'rinmagan. Bada o'sha strategiya aka bu. Xo'p. Bu narsa qanaqa ishlaydi bozorda? Bolalar qaranglar, birinchi o'rinda bozorda doim mana bitta bu strategiyada emas, doim sizlarning qilishinglar kerak bo'lgan narsa bu bozordagi trend yo'nalishini aniqlash. Bozor yuqoriga harakatlanyaptimi yoki umumiy hisobda pastga harakatlanyaptimi? Ya'ni up trendmi yoki down trendmi? Bu narsani bilib olishdan maqsad nima desanglar, bozor agar up trend ketayotgan bo'lsa, biz bozorga qo'shilib olishimiz kerak. Unga qarshi yo'nalishda harakat qilmasligimiz kerak. Mana masalan hozir aytishingiz mumkin, mana bu yerda bozor pastga tushib kelyapsiz, siz yuqoriga qarab savdo qilyapsiz-ku desangiz, lekin bozorda agar sizlar umumiy hisobda qaraydigan bo'lsanglar, bozor katta hisob bilan up trendda ketyapti. Ya'ni yo'nalish yuqoriga ketyapti katta time framelarda. Iloji boricha katta time frame, kichkina time frame'da kirayotgan bo'lsak, unga ham e'tibor berishimiz kerak. To'g'ri, bu yerda trendga qarshi kirilgan, o'sha katta time frame inobatga olgan holatda bozor ko'p kundan beri e'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana o'syapti, yonga qarab yuradi, yana o'sadi, yana yonga qarab yuradi. Mana bu yerda atkat bergan, yana ko'tarilishi kerak, yana yonga, yana o'shunday ketish kerak. Ko'p hollarda. Demak, biz nima strategiya o'rganishimizdan qat'iy nazar trendni topib, o'sha trend yo'nalishi bo'ylab signal qidiradigan bo'lsak, bizning stop losslarimiz deyarli xudo xolasa urilmaydi. Chunki biz oqim bilan birga oqyapmiz. Oqim bizni oqizib ketmaydi xudo xolasa. Xo'p, demak, trend yo'nalishini aniqlab bo'lganimizdan keyin bizga nima kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda time frame kerak bo'ladi. Time frame hamma biladi, mana 5 minutlik, 1 minutlik, undan tashqari eng kattasi 12 oylik bizga kerak bo'ladigan time frame bu 1 soatlik. Keyin e'tibor beringlar, bu faqatgina tillada ishlaydi. Boshqa paralarda ham ishlashligi mumkin, lekin garantiya beriladigani bu tilla. Ertaga ishlatib ko'rasizlar, foydasi bo'lsa, xudo xolasa aytasizlar, juda zo'r ishlab beradi. Endi e'tibor beringlar bu yerda. Xo'p, biz time frame da aniqladik, trend yo'nalishini aniqladik. Endi nimani topishimiz kerak? Masalan, ikkita misol ko'rsataman. Birinchisi, up trend ketayotgan bo'lsa, bozordagi holat qanaqa bo'lishi kerak? Masalan, bozor ko'tarilgan, mana shu zonaga yetib keldi. Mana shu zonada turibdi. Deylik, yana unday atkat ham beryapti. Sekin bozor pastga qarab atkat beryapti. Mana shu holatda agarda bozorda biz uchta to'rtburchakcha chizishdan maqsad bu o'sha svechalar. Endi cho'tki birga bir qilib chizib ana o'qimadim, tushunarli bo'lsa bo'ldi.
Qaranglar, eslab qolishinglar kerak bo'lgan narsa, eng kamida bozorda bir xil tushgan 3 ta svecha bo'lishi kerak, pastga yo'nalgan, qizil ya'ni, qizil rangda. Eng kamida 3 ta bo'lishligi kerak. 10 ta bo'lsa ham hisobga o'tadi. 5 ta bo'lsa ham hisobga o'tadi. Masalan, eng kamida 3 ta bo'lib va biz bilamizki, svechalarda doim nimasi bo'ladi? Mana bu soyasi bo'ladi. Soyasi bo'ladi. O'sha bozorda masalan eng kamidan boshlaylik, 5 ta bo'lsa ham o'sha bir xil. Bizda bozorda eng kamida 3 ta bir xil rangda svechamiz pastga qarab tushib kelayotgan bo'lsa masalan, bu uptrendki, ya'ni yuqoriga yo'nalgan bozorni nimasi, nima deydi, strategiyasi deylik. Masalan, downtrend uchun u alohida bo'ladi. Hozir men chiroyliroq qilib, yana tushunarliroq qilishga harakat qilaman. Demak, bozorda mana shu 3 ta svecha tushsa va trend yo'nalishimiz yuqoriga bo'ladigan bo'lsa, keyingisi bu 1 soatdan 3 soat ketgan bo'ladi, to'g'rimi? 1 soat, 2 soat, 3 soat. Endi oxirgi svechamiz deylik, mana 4-svechamiz ochilib, pastga yurib, u yoq bu yoq qilib o'sha 1 soat davomida mana shu oxirgi svechani yopsa, ya'ni buzib o'tadigan bo'lsa, bozorda biz harakatimizni sirazi bayga ochamiz, ya'ni bay bitimini ochamiz. Agarda bu svechalar soni masalan 10 ta bo'ladigan bo'lsa, eng oxirgi 10-svechamizni o'sha maksimumini, o'sha svechani maksimum qismini buzib o'tadigan bo'lsa, yuqoriga deb bay savdosini ochamiz. Stop lossimizni esa mana shu minimumdan pastga o'rnatamiz. Endi qaranglar, mana shu bay savdosini ochganimizdan keyin bu mana shu qismni buzib o'tgan bo'lishligi kerak, savdoga kirib olamiz. Va bizda aniq take profit mavjud. Take profit nimaligini bilasizlar, bu bozordagi bizda foydamiz. Aniq bizda bozorda garantiya beriladigan take profitimiz bu tilla uchun 50 pips hisoblanadi. Xo'p, endi mana bunaqa holat. Bozorda o'sha savdoga kirganimizdan keyin agar bozor holati yaxshi yurib ketadigan bo'lsa, 50 pipsdan ham oshishiga ko'zingiz yetadigan bo'lsa, boshqa analizlaringiz bo'yicha o'sha to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, siz nima qilasiz? Bozordagi bitimingizni zararsiz qilib qo'yasiz. Ya'ni foyda stop lossimizni olamiz va shu ochgan bitimimizdan yuqoriga o'rnatamiz. Buni imkoni bor. Hali aniq tushuntirib o'rgataman. Hozircha o'sha stop lossni foydaga surib qo'yamiz. Bu maslahat. Aslida o'zi qonun qoida bo'yicha bozorda 50 pips yurgandan keyin bitimimizni nima qilishimiz kerak? Yopishimiz kerak. Foydamizni olishligimiz kerak. Bo'ldi. Bu yerda bitim to'xtatilishi kerak. Lekin bu maslahat shuki, mabodo bozor yana yurib qolsa, yana foydaga masalan ana bo'lib qolamiz. Agar mabodo 50 pips yurib turib yana orqaga qaytib qolsa, stop lossimizni uradi va biz bozordan $0 chiqib ketamiz. Bu bizga nima beradi? Bozorda risk qilayotgan bo'lamiz. Nimani risk qilayotgan bo'lamiz? Pulimiz uje bexavotir joyda. Masalan, stop lossimizni foydaga surib qo'yganmiz. Bizga suv bossa ham umuman farqi yo'q. Foydaga chiqsa, foydali bo'lib olamiz. Yanada kattaroq foydaga erishib olamiz. O'sha strategiyadan tashqari qo'shimcha stop loss foydaga suringlar degani bu maslahat. Bu strategiyani mazmuni bo'yicha biz 50 pips bo'lgandan keyin nima qilishimiz kerak? Yopishimiz kerak. Demak, bu bozordagi uptrend uchun edi. 3 ta svecha eng kamida yuqorisini buzib o'tsa savdoga kiramiz. Downtrend uchun xuddi shuni teskarisi. Masalan, bozor tepadan pastga qarab tushib kelyapti. Uje sizda downtrend, sizda paydo bo'lgan narsa qanaqa bo'ldi? Yuqoriga qarab eng kamida 3 ta svecha. Yuqoriga qarab eng kamida 3 ta svecha. Xo'p. Bu narsani men isbotlarini ham hozir ko'rsatib, sizlarga tushuntirib, aniq beraman. Yuqoriga qarab 3 ta svechamiz paydo bo'lgandan keyin, deylik buni dumlari bor, buni ham, ya'ni soyalari bor. Soyasi deylik uzunroq, mana bunday turibdi. Bozorda undan keyingi ochilgan svechamiz, masalan, buni buzib o'tadigan bo'lsa, biz bitimimizni nima qilamiz? Shu joydan sell bitimini ochamiz. Mana shu buzib o'tilgan joydan. Stop lossimizni yuqoriga o'rnatamiz. Mana shu holatda biz bozordan yana necha pips take profit olamiz? 50 pips take profit olamiz. Agarda trendga qarshi emas, o'sha trend bo'ylab men aytilgandek mana shuni qilsanglar, xudo xolasa, nima deydi, profit bo'ladi.
Endi trendga qarshi ham ishlasanglar bo'laveradi. Masalan, bozor yuqoriga ko'tarilib ketayotgan bo'lsa, 3 ta svechani bu yoqdan qizil svecha qoplab qo'ysa, 50 pipsgacha ushlab olsanglar bo'ladi. Faqat srazi foydaga surib qo'yinglar stop lossni, chunki trendga qarshi ishlayapmiz. Mana masalan, bugungi holatda nechta ishlab berdi bu bozorda. Mana e'tibor beramiz 1 soatlik time frame. Endi yuqoriroqqa qaraymiz. Mana eng bozorda eng yuqorisiga qaraymiz. Birinchi holatga qaraymiz. Mana bitta, ikkita, uchta. Yana bitta qonun qoida, bu o'sha svechalar orasida boshqa rangli svecha almashib qolmasligi kerak. Masalan, 9 ta bir xil svechada o'rtada bitta boshqa svecha, rangi boshqacha, o'sha qizil ketayotgan bo'lsa, yashil ketayotgan bo'lsa, qizil aralashib qolsa, bu o'sha aralashib qolgan joydan bu yog'ini hisoblashimiz kerak, chunki u joy buzilib qolgan bo'ladi. Mana masalan, mana bu holatda nechta svecha? 3 ta yashil svechamiz bor. Undan keyingi qizil svechamiz, ya'ni qora qilib belgilangan. Mana bu qismni buzolmadi va biz savdoga kirmaymiz. Buzolmadik, biz kirmaymiz. Bu strategiyamizni qonuniga yetib kelmadi. Xo'p, masalan 1, 2, 3 ta svecha. Buni ham minimumini buzolmadi va savdoga kirmadik. Endi undan keyin bular o'xshamagan emas, ya'ni bizni qonun qoidaga yetib kelmagan. Xo'p, mana bu holatga e'tibor beramiz. Bozorda nechta svecha pastga qarab tushgan? 3 ta, to'g'rimi? Mana shu 3 ta svechani yuqori qismini bozor buzib o'tdimi mana? Srazi savdoga kirdik, to'g'rimi? Stop lossimizni mana bu yerga qo'ydik. Endi men sizlarga aytgandek lineykani olaman va 50 pips hisoblab beraman. Yuqoriga qarab tortamiz. Mana 52 pips. Endi uni oxirigacha tortadigan bo'lsam, ya'ni eng chiqqan joyigacha 83 pips yurib bergan ekan. Bizda qonun qoida bo'yicha 50 pips yurgan. Bitta bizda mana shu bozorda yaqin orada bo'lgan joyda bitta ishlagan joyini ko'rsatdim. Endi yana dalishga ketamiz. Undan keyingi svechalarga e'tibor beramiz. 1, 2, 3, 4 ta svechamiz ko'tarildi, orqasidan keyingi svechamiz pastga qarab kuchli tushish berdi. Va u mana bu qismni buzib o'tsa bo'ldi deydi. 4 ta svecha, oxirgisini minimumini buzib o'tsa bo'ldi deydi. Shu yerdan buzib o'tildi, shu yerdan savdoga kirdik. Bizning stop lossimiz yuqorida. Pastga qarab ketdi. Endi bu yerdan yana 50 pips yurganmi yo'qmi hisoblab ko'ramiz. 50 pipsdan juda ham ko'p oshib ketgan mana. O pastga qarab tortib ketsanglar ham bo'laveradi. Bemalol. Masalan, mana shu eng bozorda normal joyigacha deylik 100 pips yurib bergan. 2 martalab. Xo'p, endi bozorda mana bu kun tugadi, endi yangi kun boshlandi. Bozorda bitta, ikkita va 3 ta yuqoriga ko'tarilgan svechani ko'rdik. Endi mana shu qismini qachon bozor buzib o'tsa, savdoga kirsak bo'ladi 1 soatlikdan. Buzib o'tildi. Agar mana bu joyga e'tibor beringlar, buzib o'tilgandan keyin savdoga kirdik, stop lossimiz sal teparoqqa katta bo'lib ketishi mumkin. Bozor labbay. O Bekzod? Eshitilmay qoldimi? Mikrofoningiz yonib qoldi, Bekzod. Nimadir savol bormidi, Bekzod? Что-то... Alo. Abror aka, sizga eshitilyaptimi, akajon? Yo'q, menga ham eshitgan yo'q. O'sha g'ing'illayapti. Aloqasi yaxshi emas shekilli. Yo'q, men ovozlarim, darslar yaxshi eshitilyaptimi? Yo'q, normal, zo'r, misol bezovtaz ko'ryapman. Bo'ldi. Bekzodning o'zida muammo ekan, men mendanmikan deb o'ylayapman. Yo'q, normal. Bo'ldi. Chiqib ketdilar, boshqatdan kirsa kerak. Aka, shu 5 ta darslik bo'yicha vazifalar tashlab qo'ydim, tekshirib ko'rmadingizmi? Hammasini tekshirib beraman, akajon. Uzr ming bor, vaqtim bo'lmay qoldi-da. Yo'q, bo'lganda shu tekshirib bersangiz bo'ldi, akajon, bo'ldi. Ko'rib, hammasini aniq qilib beraman. Xo'p. Davom ettirib turaverdik, Bekzod baribir aniq qilib ko'rib oladilar. Yana tushuntirib beraman.
Bu yerda ham aka mana ko'rsangiz 3 ta svecha yuqoriga ko'tarilgan, uni buzib o'tgandan keyin savdoga kirsak, uni hisoblash ham shart emas. 50 pipsdan oshib ketgan. Masalan, 79 dan 69 gacha o'zi 100 pips. Bu yoqda yana 40 pips, 140 pipslar yurgan. Undan keyin mana shu yerda o'zida ham yana nechta 1, 2, 3, 4 ta svecha pastga tushyapti. O'sha 4 ta svechani oxirgisini buzib o'tgandan keyin savdoga kirdik. Mana shu yerdan bayga kirgan bo'lsak, mana yuqoriga qarab 30 pips yuribdi. Yana 20 pips yursa, bu ham take profitimizni urgan hisoblanadi. Ya'ni bozorda yaqin kelajakda bo'lib o'tgan, ya'ni mana shu bozorda yaqin kelajakda bo'lib o'tgan 4 ta joy ko'rdik, menimcha mana. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 tada. 4 ta joy ko'rsatdim, yaqinda bo'lib o'tgan. Ya'ni mana shu bir hafta ham bo'lmadi menimcha. Bir hafta ichida bozorda o'sha 4 marta ishlagan bo'lsa, 4 talasida ham stop losssiz ishlab bergan. Ya'ni stop loss urmagan. Bu strategiya juda ham zo'r ishlaydi, juda ham cho'tki ishlab beradi. E'tibor bersangiz, mana bu qismda 1, 2, 3, 4 ta svechamiz tushgan. Agar o'rtada mana bunaqangi ko'p bo'lib ketib qolsa, buni ishlatmasligimiz kerak. Chunki uje mana buni buzib o'tsa, keyin savdoga kiraman desangiz, uje bozor juda uzoq bo'lib ketib qolgan bo'lmaydi. Orasida mana shu yaqin o'rtada 5-6 ta, 3-4 ta svecha orasida bo'lsa bo'ladi. Chunki bu svechalar orasida qaribtasi 1 soatdan bo'ladigan bo'lsa, 1 kundan oshiq muddatdan keyin bu buzib o'tyapti. Bu hisobga o'tmaydi. Yaqin o'sha 3-4 ta svecha orasida bo'lib ketadigan bo'lsa, ishlatsak bo'ladi. Abdulaziz, uzr, internet yaxshi ishlamay qoldi. Bo'ldi, Bekzod. O'zi tushundingiz-a, lekin mazmunini. Ha, tushundim. Hozir bitta savolim bor edi. Hozir aytayotdingiz, masalan, 3 ta shag'amchi bo'lgandan keyin pastga tushyapti deylik. Tepadan eng kami. Aha, eng kamida. Shunda kesib o'tishi bilan siz selga kiramiz dedingiz. Yo'q, qarang, kesib o'tishini ham e'tibor bering. O'sha svecha iloji bu masalan shunchaki deyman, dumchasi turgan bo'lsa, shunday buzib turib yana pastga tushib ketib qolishligi mumkin. Qachonki uni buzib yopilsa tanasi bilan. Ha, shuni aytmoqchi edim-da, shu tanasi yopilishi kerakmi yoki hozir iloji boricha agarda masalan impuls hisoblayotganingizni o'sha sirazi o'tishi bilan hisoblayapsiz-ku. Adashmasam, kirishimiz menimcha keyingi shag'amchadan boshlanishi kerak emasmi? So'ramoqchi. Unisi ham bor, lekin mana bu narsani aytmoqchiman. Bozorda impuls kuchli bo'ladigan bo'lsa, sirazi kirsanglar bo'ladi-da. Impuls degani masalan bozor tez harakatlanayotgan bo'lsa, sekin masalan ko'tarilib, atkat berayotgan bo'lsa, unda yopilishini kutishimiz kerak. Sirazi ko'tarilishni boshlayotgan bo'lsa, masalan, dumiga ulab turib, sirazi qo'shilib ketayotgan bo'lsa, sirazi savdoga kirsangiz bo'ladi. Qarang, men hozir 4 ta narsa ko'rsatdim, 4 talasini ishlab bergan. Endi o'sha joylarni men sizga tushuntirib beraman. O'sha keyingi shag'amchadan kirish kerakmi yoki o'shanisini. Mana e'tibor bering. Hozir bilimimiz men aytmoqchi bo'lgan narsaga sal yetmaydi, lekin mana bunaqa narsa bor. Mana 3 ta svecha tushgan. Siz mana yopilgandan keyin kirsam, bu 50 pips bo'lmagan bo'lsa-chi desangiz, mana qarang. Bu 50 pips bo'pti, mayli. Bo'lmagan taqdirda ham nimaga bu 50 pips bo'ladi? E'tibor bersak, mana bu svecha bizda hozir order block hisoblanadi. Bozor yopilgandan keyin, qaytib tushgandan keyin mana shu dumidan savdoga kiriladi. Endi bu boshqa strategiyada SMC deyiladi. Yuqorida ham xuddi shu holat. Mana shu buzilgandan keyin savdoga kirish. Deylik, mana bu yopilyapti-ku desangiz, bu yopilgandan keyin qaytib kelib, mana shu order blokka urilib keyin tushib ketishligi yana bitta strategiyada. Demak, pastda ham, tepada ham order blok bor. Ha, order blokda hozir masalan tushunmasligimiz mumkin. Agar kimdir ko'rib o'rgangan bo'lsa, gap yo'q. Bu bitta dona ana svecha hisoblanadi-da. Hozir masalan bitta sal tushuntirishga harakat qilaman. Lekin bu mavzuga oid emas, shuning uchun chuqur kirishmayman. Bitta svecha turadigan bo'lsa, undan keyingi svecha juda kuchli impuls bilan ko'tariladi va buni orasida imbalans degan narsa qolib ketadi. Mana keyingi svecha bu yerdan ochiladigan bo'lsa, uni dumi mamta bo'lsa, mana bu oraliq, mana shu oraliq bizda imbalans hisoblanadi. Bozorda qonun qoidasi bo'yicha bu kelib, mana shuni ustiga urilib keyin ko'tarilishi kerak bo'ladi. Men ko'rsatgan hamma joyda xuddi shunday bo'lgan mana. Buni isboti bilan mana qaranglar. Mana bu svecha yopil, mana shu svecha qolib ketdi. Undan keyin kuchli ko'tarilish bo'ldi. O'shani orasida imbalans bor edi. 3-chi svechani o'zi tushib chetga urilib, ya'ni mana shu oraliqdagi, nima deydi, bo'shliqni to'ldirib, keyin ko'tarildi. Agar o'sha SMC ni o'rganganimizdan keyin sizlar bu yerda xato qilmaysizlar. Sirazi savdoga, mana sirazi bu yerdan kirmaysizlar-da. Bozor atkatini berishini, atkatdan savdoga kirishni o'rganasizlar.
Bu yerda ham xuddi shunday. Bozor tushib ketgani bilan bozor qaytib kelib men aytganday o'sha nima deydi bo'shliqni to'ldirdi. Bu mana bu svecha emas. Mana shu svechani o'zi to'ldirib ketdi. Mana shu yerdan savdoga kirsak ham bo'lardi. Tushib berdi, keyingisi sal ko'tarilib ketdi, yana tushib ketdi baribir. Bu holatga keladigan bo'lsak, mana bu svechani buzib o'tishi bilan mana shu yerdan savdoga kirdingiz deylik, mana shu yerdan savdoga kirdingiz deylik. Bu ham tushib ketgan. Boya ta'kidlaganimdek, sizlar mana hozir har bitta strategiyani o'rganyapsizlar-ku, o'sha strategiyaga qo'shib borasizlar. Ya'ni mana bitta mana shu svechalarni 3 ta dona svecha bo'lsa bo'ldi deb tar savdoga kirmaymiz. Bozorda mana grafiki bo'yicha akkatni kutamiz yoki qanaqadir order blok kutamiz. Yoki qanaqadir yana to'lib yotibdi-da, u narsalarni har bittasini darslarda o'zimizda mana nima deydi, grafik bor, grafikdan oshiqcha narsa ham o'rgatmayman. Undan ko'proq ham narsa o'rgatib olmayman. Kamroq ham narsa o'rgatmayman. Grafik bilan ketib, o'sha aytilgandek ketma-ketlikda ketsa, xudo xolasa hamma natijaga chiqadi. Bo'ldi. O'zimda mana bugungi savdoyim bo'yicha savdoga hadib ham kiravermayman. Masalan, ertalab, obedda, любой payt kiravermayman. Doim bozorni kutaman. 3 ta svechadan men mana bitta ko'rdim. Ertalab turganimda shuni ko'rib bo'lgandim. O'zi qaranglar, men bitta screenshot tashlab yuboraman. O'zi yolg'on aralashtirmayman. Mana shu zonada screenshotim bor. Buy uchun strelka chizib qo'yganman. Buyga ketadi deb. Ertalab turishim bilan bozor o'sha mana shu yerga yetgandi-da. Men bu narsaga ulgurmay qoldim. Chunki bozor kuni dushanbaga o'tayotgan paytda men bozor kuni savdo ocha olmayman, limit qo'yib qo'ya olmayman. Men dushanba kuni o'sha ertalab soat 3-4 da bozorga qaramaganligim uchun bozor aytganimdek mana shu zonada yuqoriga ko'tarilib ketibdi. O'sha obedlarda qaraganimda o'sha bozorda mana bunaqa holat, ya'ni svechalar sekin ketma-ket tushishi bor edi. Selga bitim ochsam bo'lardi, lekin hech qanaqa ishonchim komil emasdi. Men ikkita zona kutdim. Yoki mana shu zonaga kelganda sel bitimini ochaman dedim, yoki mana shu zonaga yetganda buy bitimni ochaman dedim. Men shuncha orada kutdim. Kutilgandek keldi, sabablarimga to'g'ri keldi, bitimimni ochdim. Hozir uzr gapni bo'ldim. Hozir ham imbalans ham order blokdan ketgan ekanda. Imbalans qoplab order blokdan buy ketgan. Xuddi shunday aka, imbalans bor edi, order blok bor edi. Bitta SMC bo'yicha sabab bor edi, lekin bitta SMC emas, boshqa sabablar ham borligi uchun savdo bitimi ochildi. Shundaylar buni. Qaysi sessiyada ko'proq bu strategiya naf tegadi? London yoki Amerika? O'z любой sessiyada aka. Aynan bu strategiyani sessiyasi yo'q. Osiyo sessiyasi kasha bo'ladi, yo yoqqa yurishim bilmaydi, yo bu yoqqa. Shunchani aytaman-da, mana obedgacha bo'lgan muddatda deyarli savdo qilmagan ma'qul. London sessiyasida masalan SMC lar yaxshi ishlab beradi, ICT lar yaxshi ishlab beradi. New York sessiyasida esa ko'pincha Urvin SMC ham ishlaydi. Prosta impuls kuchli bo'lib qolsa, SMC larni mensimay ketib qolishligi ehtimoli bor. Mana bozor misol uchun aytishlar mumkin-da, mana Abdulaziz masalan o'rgatgan narsangiz bo'yicha mana bozor mana bu svechani buzib o'tdi. Mana orqaga qaytish bo'lyapti. Siz iloji boricha mana o'sha aytganimdek yana qaytaraman, o'rgatgan narsalarni qo'shib boramiz. Mana bitta Urvin bor edi bolalar. Mana shu Urvinni bozor mensimasdan ketmasdi. Sizlar o'sha o'rganib borganinglardan keyin mana bu svecha, bu strategiyani ham o'rgandinglar, bu svechani buzib o'tdi, lekin sizlar shoshmay turasizlar. Nimaga? Bu Urvin bor. Urvin balkim hech qachon Urvinni masalan bozor bittada mensimasdan buzib keta olmaydi mana. O'ynashyapti shu yerda. Yaqin ora pastroqqa salgina atkat berishligi mumkin ertalabgacha. Mana uni ham chizib ko'ramiz. Qaytgacha atkat berishini sizlarga taxminan aytaman. Bozor taxminan mana shu zonagacha tushib yuqoriga ketishligi ehtimoli bor. Agar bu zonani pastga buzadigan bo'lsa, pastga ketishi ehtimoli ham bor. Ya'ni sell side ketib qolish mumkinmi? Hozirda men hech narsa lekin analiz qila olmayman, chunki mana analizim yuqoriga edi, savdoyimni ochdim, bitimni yopdim. Yoki bu kelib bizni W mizni yasab yana atkat berib ketishimiz. Endi mana qaranglar. Bitim ochgan paytimda men doim bozor bilan birga ishlab ketaman-da. Bu yerda e'tibor beringlar mana. Oddiygina misol, sizlarga o'rgatgan narsalarimdan bu butun YouTube'da bor bu narsa. Oddiygina pattern mana W bo'lgan. W atkatga ham juda chiroyli berdi mana.
Atkat berib ko'tarildi. Men yanada ishonchim ochdi. Mana mashqda bitimimni ochgan bo'lsam, uchidan ochgan bo'lsam, bitimga bo'lgan ishonchim yanada oshdiki, bu atkatini berganligi uchun. Mana mana shu qismlarga kelganda men bemalol bezubitka qildim. Stop losslarni foydaga surdim. Bozor mana bu qismni buzib o'tgandan keyin yuqorida bitimimni yarmini yopib yubordim. Bo'ldi. O'zim kerakligini oldim, mabodo bozor. Mana bu qism ham hozir urovень hisoblanadi. Bozor mana shu o'zidan yana ketadi. Urovеньligiga hech kimga masalan shubhasi yo'q, to'g'rimi? Mana 1 marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta, bundan keyin ham urilyapti. Lekin kuchli urovень emas ekan. Kuchli bo'lmasa ham biz hozir masalan mana shu urovеньda bemalol hozir podдержка qilib tursak bo'ladi. Mana bozorda yuqoriga olib chiqib ketishga. Bezubitka qo'ydik. Savdoyimizni shuni bezubitka qilamiz. Bo'ldi, mana bu urovень bor ekan, o'zimizning xotirjamligiga yana olib keladi. Sekin bozor yana ko'tarilaveradi. Hozir yana bitta savolim bor edi, uzr, gapirib bermayapmanki, asosan ko'proq bozorda buy side yetishga ko'proq moyilligi bo'ladimi yoki sell side tikami? Qarang, bozorda bo'yicha. Yo'q, bozorda qarang, o'zi unga ham kelamiz. Endi sal olib ketyapmiz, mayli, savolingizga javob berib ketaman. Bozorda mana liquid degan narsa bor. O'sha buy side bilan sell side bu o'zi bozorning liquidlari. Bozor holati bo'yicha turgan bo'lsa, bu ikkalasi ham magnitda, aka. Magnit degani bozorda o'ziga tortuvchi narsa. Ya'ni liquid degani o'sha bozordagi normal pul degani. U ikkala magnit ham tortyapti. Endi bozorda o'zini holati bo'yicha, rejasi bo'yicha qayerga birinchi borishlik kerak bo'lsa, o'shani birinchi yechib, keyin dalishib davom etadi. Masalan, deylik bozor harakati uptrend bo'ladigan bo'lsa, birinchi sell side yechib, keyin holi bemalol yo'nalishi bo'yicha ketadi. Agar bozorda down trend bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib sell side yechib, keyin yana down trendga tushib ketadi. Nimaga unday deysiz? Agar birinchi misol uchun up trendda buy side yechib qo'yadigan bo'lsa, u sell side yechishga ham anus katta-da, ehtimoli katta. O'shaning uchun bozorda konsultatsiya bo'lib qoladi. Uni o'rniga birinchi bo'lib turib o'sha o'ziga kerakli tomonni tez yechadi-da, yuqoriga qarab harakatlanadi. Xo'p, bozorda hozir bugungi ana bo'yicha mana o'zini yaqinidagi likvidini yechgan, mana bu qismnikini yechgan yoki teng bo'lib qolgan, bu equal high bo'lib qolgan menimcha. Bozor tushib ketgan. Deyarli likvid yechilmadi. Mana bu yerda sell side yechildi mana hozir. Sell side ichiga kirib olgandan keyin bo'ldi. Bu likvid yechilgandan keyin o'zi qonun qoida bo'yicha aka likvid yechiladi. Undan keyin order block inbalansdan savdoga kiriladi. Mana imbalans mana bu order block. Aytilgandek likvid yechildi. Qilaman demoqchimi? Pastdagi. Nima deysiz? Pastdagi sell sidedan yechish kerak, bu. Bu yoqdami? Ha. Yo, bitta likvid yechilgandan keyin agar order block SMC bo'yicha mana FVGlar bo'ladigan bo'lsa, o'ziga yarasha bozor yurib beradi bari yuqoriga. Chunki bozorda mana bu qism ham likvid qilib yig'ilib qolgan. Hozir likvidga o'tib ketib qolishimiz mumkin. Shuning uchun likviddan o'qimay qo'yaveramiz. Xudo xolisa uni alohida darslari bor. Undan muammo yo'q. Demak, birinchi mana o'rganishimiz kerak bo'lgan bitta strategiyamiz bu o'sha shamlar bilan ishlanishidir. Xo'p. Yana bitta strategiya o'rganamiz. Keyingi darsimizdagi strategiyagacha buni yaxshilab повтор qilib o'rganib qilasizlar. Keyingi darsdagi strategiyamiz qaranglar. Ikkita darsga bo'lib o'rganiladi, chunki bitta darsda deyarli tushunmay qolishlik ehtimoli katta. Chunki juda ham ko'p narsa ishlatiladi, o'shaning uchun ularni o'qimaymiz. Ikkita darsga bo'lib o'tamiz. Bugungi darsimizda yana bitta strategiya o'rganamiz. Bu strategiyaning nomi GPY deyiladi. GPY strategiyasi ya'ni. Xo'p. Yapon yenasimi? Yapon yenasi strategiyasi deydi. Chunki shu paralar bor, anunda ishlaymiz. Ya'ni bugungi strategiyalarimiz ko'pincha maxsus o'sha aynan mana shu parada ishlaydi, bunisida ishlamaydi degandek gapda. Masalan, bu birinchi o'rgangan strategiyamiz tillada ishlasa, ikkinchi o'rganayotgan narsamiz bu faqat Yapon yenalarida ishlab beradi. Ishlash tartibini tushuntirib o'taman. Juda ham sodda, lekin yaxshi yurib beradi. Qaranglar.
Yapon xalqini birinchi o'rib strategiyaga salgina beray, tushuncha beray. Bu strategiyamiz sodda, oddiy narsa, lekin yaxshi ishlab beradi. Nimasi? Yapon xalqini mana shu tartibli xalq hisoblanadi, ko'p tomonlama, deylik, tozalik bo'yicha ham, boshqa narsalar bo'yicha ham, undan tashqari raqamlarga ham juda katta e'tibor beradigan xalq hisoblanadi. Xo'p, mana shu bozorda ham xuddi shu narsa ta'sirini ko'rsatadi. Qanday qilib desanglar, masalan, Yapon yenasi qatnashgan valyutli paralarga e'tibor bersanglar, Euro USD yo GBP USD dan farqi uni narxida. Masalan, 3 ta son bo'ladi. Undan tashqari butundan keyin yana 3 ta son bo'ladi. Yo bo'lmasam 2 ta son bo'ladi, butundan keyin yana 3 ta son bo'ladi. Ya'ni narxini aytyapman-da. Ko'p hollarda 2 ta yoki 3 ta bo'lsa ham farqi yo'q. Bizda butundan keyin doim unda 3 ta son bo'ladi. Men misol qilib ko'rsataman. Masalan, out GPY. Aynan bizning strategiyamizga tushadi. Nima uchun? GPY parasi ishtirok etgan. Mana bunda qaranglar, 97 va 3 ta sondan iborat bo'lgan raqam. Xo'p, strategiyamizni ishlatishda birinchi o'rinda o'sha raqamlar mana shu butundan keyin 3 ta raqam bo'lishi kerak ekan. Bu to'liq raqamga, ya'ni hech qanaqa chiziqlar tortilmaydi yoki nimadir o'rinlarga qaralmaydi. Bu bozorda faqat raqamiga qarab turib ishlanadi. Strategiya 20 pips take profit urib beradi. Kam deyishinglar mumkin. Lekin bu strategiyada tekshirib chiqilgan 3 yil, 4 yil davomida bozorda deyarli stop loss olmagan. Xo'p. Strategiyamizda 3 ta filtri bor. 2 ta filtri deylik, 2 ta filtri bor. Birinchi filtri, ya'ni shu strategiyaga tushish uchun bozorda impuls bo'lmasligi kerak. Boya aytdim, Begzodga impuls bo'lsa mana bunday qilamiz deb. Impuls o'zi nima? Bozorda impuls bu juda ham kuchli tushish hisoblanadi. Deyarli attikatsiz tushadi. Men impuls bo'lgan joylarni ko'rsatib beraman sizlarga. Qarang, savol bor edi. Impuls bilan tushgan joyda albatta imbalans, albatta o'rda bo'ladi. Bo'ladi-da. Masalan, mana impuls bilan tushish. Mana bu oddiy ko'tarilish. Chunki bu yerda mana atkat sekin-sekin ko'tarilgan. Bu 3 ta svechani o'zi shuncha tushib beryapti. Bu yerda nechta svecha harakatlangan? Demak, mana bu bizga qonun qoidamiz bo'yicha bu o'tmaydi. Bu impulsiz harakat o'tadi. Masalan, mana bu harakat o'tmaydi, chunki bozor juda kuchli impuls bilan harakatlangan. Mana bu joyimiz o'tadi. Ya'ni impuls emas joyda bilib olsak bo'ldi. Birinchi o'rinda bizda bozorda impuls bo'lmasligi kerak ekan. Ikkinchi o'rinda biz hali yetib kelmagan mavzumizga aralashamiz. Keyingi darsda iloji boricha buni ham o'tib beraman. Keyingi darsda deylik fundamental yangilik o'rganamiz. Bozorda yaqin o'rtada yangilik bo'lmasligi kerak. News bo'lmasligi kerak. Aynan Yapon yenasiga o'sha yonidagi valyutaga, ya'ni outga ham, GPY ga ham hech qanaqangi yangilik bo'lmasligi kerak. Xo'p. Qanday ishlatamiz endi? Impuls bo'lmagan va o'sha bozordagi yangiliklar bo'lmagan holatda bozor qachonki o'sha x raqam deylik, boshidagi o'sha raqam, undan keyin 3 ta 0 paydo bo'ladigan bo'lsa, bitimni oqimga qarshi ochamiz. Bozor tushib kelayotgan bo'lsa, yuqoriga bitim ochamiz. Bozor ko'tarilib borayotgan bo'lsa, pastga qarab bitim ochamiz. Mana masalan e'tibor beringlar. Bu yerda impuls bo'lgan. 3 ta 0 bo'lish kerak. 3 ta 0 bo'lish kerak. Nima degani u shunday qilishni? Mana anisi narxida 3 ta 0 bo'lish kerak. 97 dagi bo'lish kerakmi? To'ppa-to'g'ri. Mana qarang. Bu yerda impuls bo'ldi. Impuls kamaydi. Impuls уже yo'qoldi. Endi qarang, 97. Bu yerda ozgina 97 ga yetmay qolgan ekan. Undan oldin ishlab bergan lekin mana. O'sha rovna 97 da. Bu yerda ham impuls bor ekan, o'shaning uchun buni ham inobatga olmaymiz.
Hozir 97 200, 97 300lar hisobga olinmaydimi? Yo'q, u ham hisobga olinadi. O'sha 97 ga уже yetib kelgan bo'lsa, уже bitim sразу ochilishi kerak-da. Stop loss 50 pips bo'ladi, take profit 20 pips bo'ladi. Bu risk rewardimizga deyarli to'liq noto'g'ri hisoblanadi. Lekin ishlab bergani uchun ham bu narsa olinadi. Qaranglar. Men hozir impuls bo'lmagan joy topaman. Hop. Bozorda bu juda ko'p takrorlanavermaydi. Bu topilgan joyda ishlatib ketaveramiz. Bu yoqda yo'q. Hozir pastda uzun ikkita o'sha nima ma'no anglatadi? Mana bumi? Ha, o'sha bilan ikki o'ta uzun nayzasi. Soyada aka bu. Mana masalan mana bu holat. Qaranglar mana. Bozorda impuls yo'q. Undan tashqari bozor ko'tarilib boryapti. 97 ga yetib bordi. Qani 97 mana? Rovna 97. Rovna 97 ga yetganda bitta bitimimizni ochamiz. Agar bozor yuqoriga qarab ko'tarilib ketaversa, yana o'rtada, yana nariroqda bitimimizni ochib ketaveramiz. Kichkinaroq risk qilamiz. Qonun qoida bo'yicha bu 20 pips tushib beradi. Endi 20 pips qayerdan hisoblaymiz desanglar, mana shu 97.0000 dan hisoblaymiz. Agar bozor yuqoriga qarab 30 pips ko'tarilib ketsa ham, siz o'sha yerda ko'rib qolsangiz ham bitimingizni bemalol ochishingiz bo'ladi, chunki 97 dan o'tgan. Bitimizni ochganimizda bu 50 pips bo'lib ketyapti. Chunki tepaga o'zi aytilgan joydan 30 pips ko'tarilib ketdi. Undan tashqari bizda aytilgan joydan 20 pips tushib berish kerak. Hop, hisoblaymiz mana 97 dan pastga qarab 20 pips. Mana 20 pips take profitimizni urgan, bozor yana ko'tarilib ketgan. Agar shu yerda bitimimizni yopganimizda, yana chiqqandan keyin yana bitta bitim ochganimizda yana tushib berar ekan yoki ko'proq bitimlar ochib tashlab, bemalol yana stop lossimizni foydaga surib, ushlab ketsak bo'laveradi. Bu bitta ishlab bergan joyi. Xo'p, yana hozir sizlarga impuls bo'lmagan joy, yaxshi ishlab bergan joyni topib beraman. Bu yoqda ham impuls bor. Mana masalan mana bu holatga qaranglar mana. Bozorda qaranglar, 95 366 dan qaytgan. Biz 95 rovna 95 dan savdoga bemalol kirsak bo'lardi. Impuls bo'lmagan ekan hozir. Topfoleydi. Mana shu joydan o'zi bitimimizni ochishimiz kerak edi. Bitim ochgan bo'lsak, ko'tarilgan sari yana bitim ochib ketaveramiz bemalol. Balansga qarab faqat sliv qilib qo'ymagan holatda. Bu yerda mana 36 pipsgacha ko'tarilib ketgan. Stop lossimiz bizda 95 500 da. Mana. Stopimizni urmagan, pastga qarab 20 pips tushib bergan. 40 pips atrofida tushib bergan. Endi agarda masalan yana bitta narsani aytaman. Bu strategiyaga qo'shib yana strategiya ishlatsak bo'ladi. Mana bu holatda bozorda imbalans bor. Bu temaga yetib kelmaganmiz, imbalansga yetgan, tushib ketgan. Uje bilgan odam mana shu joydan zonadan savdoga kirardi. Masalan, men birinchi qiladigan shu nima bo'lar? 95 ga yetgani uchun mana shu bitim, mana shu strategiyani haqqi deylik, mana shu strategiya o'rgangan strategiyam anosi bo'yicha rovna o'zidan bitta kirardim. Ko'tarilib ketaversa, zona qidirardim-da, o'sha imbalansdan bitta kirardim, xudo xolasa ikkalasini ham foydaga olib chiqib yopib olardim. Bo'ldi. Ochiqcha harakat qilmayman. Bitta o'sha aytilgandek, rovna 3 dan 0 ga yetib kelganda savdoga kiraman. Ikkinchisi qanaqadir qo'shimcha sabablar bilan savdoga kiraman. Lekin bu bitimni bemalol oqimga qarshi ochasizlar, 20 pips sizlarga atkat olib beradi. Cat GPY ga kirib ko'ramiz. Bu ham ya'ni GPY parasi, to'g'rimi? Ya'ni GPY ishtirok etgan. Xo'p, hamma atkat bergan joylarga qarab ko'ramiz. Mana bu joyga e'tibor beringlar mana. Bozor pastga qarab tushib kelyapti va rovna 109 3 dan 0 ga yetib kelgan. To'g'rimi? Mana aytganimdek sizlarga mana strategiya bo'yicha bitta bitimimizni sirazu 3 dan 0 bo'lishi bilan ochdik. Bir xil joyda o'tib ketgan, lekin mana bir xil joyda 3 dan qaytib 20 pips yurib bergan.
Xo'p, yuqoriga qarab ketaveramiz. Qani mana bu qism nima ekan? Mana yana bitta sizlarga misol bolalar. Bozorda impuls yo'q, unaqa kuchli impuls yo'q. Mana rovna 110 3 ta 0 ga yetgan. Bozor 20 pips pastga tashlab bergan. Bunga garantiya. Mana bu lineykani olib vaqt ketkazib o'tirman, mana 50 pips daji. Ya'ni bitimizda ochgandan keyingi impulsni hisobga olmaysiz. U ochib bo'ldingiz, impuls bo'lsa sizga yaxshi pastga qarab ketaveradi bozor. Yuqoridan qarab ko'ramiz. Bu yerda yo'q ekan. Mana bu yerda impuls bo'lgani uchun savdoga kirmaymiz. Bu yerda ham yo'q ekan. Mana bu holatni nimaga olmayapmiz? Masalan, bozor pastga qarab tushib kelyapti. Rovna 110 3 ta 0 ga yetganda nimaga bay olmayapmiz? Chunki ko'ryapsizlar, impuls bor. Imbalans ham bor ekanda. Boshqa joylarni qarab ko'ramiz. Mana bu holatda. Bozorda deylik, mana 109 3 ta 0 dan savdoga kirishimiz kerak edi. Bu yerda impuls bar bo'lgan. Yo'q deb tasavvur qiling. 3 ta 0 dan savdoga kirdik. 36 pips ko'tarilib ketdi. Yana 50 pipsga yetmadi. 20 pips yurib berdi. Bu yerda yana nima sabab qo'shsak bo'ladi? Mana bu yerda order blogimiz bor edi. Order blogdan savdoga kirganimizda 3dan kirardik, savdoga tushib berardi. O'sha o'rgangan narsalarimizni qayta qo'shib, ya'ni birgalashtirib, bir-biri bilan jamlab ishlatsak, savdoimiz zo'r bo'ladi. Abdulaziz, bu strategiyada faqat 1 soatli time frame'da ishlatamizmi yo boshqa vaqtda? Любой time frame qarang bezod. 1 minutlikda bo'lsa ham narx o'sha yerga yetsa bo'ldi. 1 kunlikda bo'lsa ham o'sha narx bitta joyga yetsa bo'ldi. Ya'ni bu yerda narx bilan ishlanganligi uchun time frame'ga umuman e'tibor bermaymiz. Aha. Ana oltinda ham xuddi shunaqami? Yo'q, oltinniki lekin 1 soat bo'lishligi kerak. Chunki 1 minutlikda ham 3 ta svecha tushib turib, 4-svecha buzib o'tsa, ishlamay qolsa, u to'g'ri kelmaydi-da. O'shaning. Unaqa, ya'ni o'sha 1 minutlikda ham bozorda juda ham ko'p bo'ladi unaqa holat, lekin hammasi ham ishlayvermaydi, lekin 1 soatlikda doim ishlab beradi. Mana bu holatga e'tibor beringlar. Rovna 108 3 ta 0 ga yetganda bozorga savdo kiryapmiz. Bu yerda mana bu impuls bor ekan. Bozor o'zi impuls kamayib to'xtagan, chunki mana bu yerdagi impuls bor. To'xtagan, mana shundan savdoga kirganimizda yana normalni yurib bergan. Bu yerda yana bironta boshqa sabab bormi? Ko'raylikchi. Yo'q ekan deyarli bu yoqda. Bu yerda urinlar hisobiga savdoga qo'shimcha kirsak bo'lardi. Mana bu yerda urin to'laydi. Mana shu zona o'zi buy zona bo'lgan. Asosiy tushunchasi bozorda bizda nima bo'lishi kerak? 3 ta 0 bo'lishligi kerak. Любой parani ochsanglar, USD JPY, AUD JPY, CAD JPY, Euro JPY, hamma JPY ishlatilgan paralarda impulssiz va yangiliksiz bo'ladigan bo'lsa, 3 ta 0 bo'lganda bemalol bitimni savdomizni, masalan, o'sha trendga qarshi yo'nalgan holda savdoga kirsak bo'ladi. Bu ikkalasini ham tushundinglar-a? Ha, tushundim. Endi masalan sizlarga qaranglar, vazifa, uyga masalan hamma JPY parasini ochinglar-da, hamma joyni kuzatib ko'ringlar. Qani necha pips u sizlar aytilgan joydan ko'tarilib ketgan. Yon atrofiga qaranglar. Agar mana bunaqangi uzun, kuchli impuls bo'ladigan bo'lsa, u o'zi impuls bo'lganligi uchun ham biz qonunimizga kirmaydi. Agar mana bunaqangi holatda 50 pips o'tib ketib qolgan bo'lsa, o'sha joyini menga topib tashlanglar. Unaqa holat deyarli yo'q bozorda. Impuls bo'lgan joyda o'zi qidirish kerak yo'q ekanda. Faqat bez impuls bo'lgan joyda emas, mana shu bez impuls bo'lgan joyda 20 pips atkat beradi. Misol uchun kimdir aytishi mumkin, 20 pips desa bozorda siz aniq 20 pips o'sha yoqqa yurishini bilsangiz, bu normal narsada, katta lotda bemalol savdoga kirsangiz bo'ladi. Meni balansim, masalan, men balansimga qarab nima qilaman? Kelgan joyda bitta o'rtacha lot tiqaman, ko'tarilgan sari yana aytganimdek sabab qidiraman, eng zo'r joydan bitta katta tiqaman, bo'ldi. Zato bozorda qat'iy 20 pips yurib berishini men bilaman. Yapon yenasini o'sha katta lotda, masalan, nolon lotda kiradigan bo'lsa, normal bo'lsa kerak, 20 pips ham. 20 pips nolonda $20 bo'ladi. Bir lotda $200 bo'ladi. Siz masalan bozordan bir kunda bitta dona bo'lsa ham JPY uchun, JPY parasi juda ko'p. 3 ta, 4 ta, 5 ta JPY parasidan 2 ta dona topsangiz, 20 pipsdan 40 pips bo'lyapti. Agarda
01 lotda kirsangiz ham $40 shunday bor degani. Boshqa o'sha yana savdo anonlarimiz tilladan ham bugungi anonni ishlasanglar, ya'ni bolalar hammasini o'rganib, hammasidan kuniga masalan 10 ta analiz qilsanglar, 10 ta. Ikkita GPU'dan, tilladan boya o'rgatgan narsalarim, yana SMSIS, ICT bo'yicha boshqa paralardan 10 ta analiz qilsanglar, 10 tadan 7 ta 8 ta sizlarda ishlab bersa, risk menejmentga amal qilsanglar, foydada bo'lasizlar xudo xolasa. Men o'zim 3 ta Razgon akkauntim bor, $300 dan solingan hammasiga. Mana bugun bozorga o'sha kechki payt aytgan joyimning uchalasiga ham bir xilda savdoga kirdim. 200, 180, 200 o'shanaqa atrofida uchalasiga ham ishlandi. Ertaga yana ishlanadi. O'shunday Razgonli akkaunt. Razgon degani riskka amal qilmasdan ishlaydigan akkauntimda ular. Ya'ni kattaroq lotlarda ishlanadigan akkaunt. Abdulaziz, hozir qancha pul qo'yishimiz foydamizni ham belgilaydimi miqdorini? Masalan, hozir siz $300 qo'ydingiz, $150 qo'yib turib xuddi o'shancha foyda ko'ramanmi yoki siz ko'proq foyda qilasizmi $300? Qarang. Siz balansingizga solgan pulingiz bu qancha pul topishingizni qanday belgilaydi, bilasizmi? Lotga qarab belgilaydi. Agar siz o'sha $150 balansingizga soladigan bo'lsangiz va o'sha lotingizni katta ochadigan bo'lsangiz, sizda masalan strategiyangizdami yoki analiz paytida xato qilib qo'yadigan bo'lsangiz, u lotda u balans ko'tara olmasdan minus qilib yorishligingiz mumkin. O'sha balansga mos qilib kichkinaroq lot ochadigan bo'lsangiz, o'shanga yarasha foyda qilasiz, zato zarar bo'lsa ham butun bir balansingiz yo'q bo'lib ketmaydi. Tushundingizmi? Men aytayotgan balanslar bu Razgon deb oldindan aytayapman. Razgon degani o'sha pulda yo'q bo'lib ketish ehtimoli borligini bilib turib ishlanish. Ya'ni andaqa xuddi bironta apparat bo'ladigan bo'lsa, bosim bilan ishlanadi-ku. Ehtimoli bor, lekin portlamasa u juda katta samara beradi. Masalan, bitta ishni bir kunda bitirib qo'y deb xo'jayin bajargan, sizga ana bergan. Agar bir kunda bitirib qo'yadigan bo'lsangiz, siz normalniy obro'yingiz ko'tariladi. U hammaning oldida misol uchun zo'r bo'lib ketishingiz mumkin, katta foyda qilishingiz mumkin. Agarda o'sha apparatni bosimga qo'yib ishlasangiz, o'xshasa xo'jayinni rahmat eshitasiz, o'xshamasa portlaydi-da u narsa. U akkaunt nima uchun alohida o'sha Razgon deb nomlangan? U narsa masalan sekin-sekin o'sha professional bo'lganinglardan keyin sizlar ham sekin masalan $50, $100 Razgon uchun ishlatishinglar mumkin. Tasavvur qiling, 50-100 soat turib Razgon qilib 300 stories qilib olsangiz bo'ladi pulingizni. Lekin $50 soat turib riskka amal qilib ishlayman desangiz, stabilni kuniga 5, 6, 7, 8 ko'tariladi. Siz masalan $50 bittada 300 qilib olishingiz ham mumkin, lekin $50 bittada yo'q qilishingiz ham mumkin. Bu narsa Razgon hisoblanadi. Stabil ishlash uchun kattaroq summa solinadi. Nima uchun? Kattaroq lot ochib, kattaroq foyda bo'lsa, stabillik ketadi. Masalan, $500 solsam, men kuniga 01 dan ishlasam, kuniga $50-100 topsam bo'ladi. Nimaga? Chunki men zarar qilishligim o'sha $500 akkauntimga ziyon yetkazmaydi deb ishlanadi-da. Hali xudo xolasa men sizlarga hozir mana strategiyalar ketma-ket o'rganib, yozib, biliminglar oshirib ketaveringlar. Qancha depozit solsanglar, qanaqa lot ochsanglar bo'ladi, qanaqa darajada stop loss qo'yinglar, o'sha hammasini ikir-chikirigacha o'rgataman. Aytaman, o'zimni nima deydi? Anonim bor, grafikim bor. U grafikdan chiqib ketmagan holda o'tsam, xudo xolasa natija bo'ladi bolalar. Hozir Abdulaziz aka, hozir mana shu KGPYda M model turibdi, shunga misol bo'laman. Yuqoridami? Mana shu M model ko'ryapman shu yerda. Ya'ni bu double top bo'lgan, bozor tushib ketgan. Da. Buni men aniq M deb savdoga kirmagan bo'lardim. Bu patternlar sizlarga oldin aytganimdek, bozorda bitta plus sabab sizlarga. Lekin savdo kirish uchun qanaqadir katta emas. Buyruq emas. Bu siz analiz qilib mashinadan selga kirmoqchi bo'lsangiz, boshqa analiz bo'yicha M model ko'rib qolsangiz, bu sizga +1. Bu ham bitta sabab selga. Sabab bu bizga prosta bitimimizni kuchliligini isbotlab turadi, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa kattani olib bermaydi. Bunyodbek, siz ham tushundingizmi? Darsning yarmida kirib qoldingizmi yoki bilmadim. Darsda bitta assalomu alaykum, charchanyapsizmi? Akajon? Tugay deganda kirimman-da, aka, Bu saqlanish
Yo, bemalol saqlanib qilaman, bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Ikkita strategiya o'rgatildi. Keyin savol bo'lsa, sразу so'rab, ana qo'yib olsangiz javob beraman. Darslarimizni ketma-ket ana qilib o'tib ketaveramiz. Xo'p, videoni ko'rib chiqay bir boshdan endi kirib qoldimda. Bo'ldi. Agar bolalar qolganlarda savol bo'lmagan bo'lsa, men zaryadim kompyuterimga 8% qoldi, hozir o'chib qolishligi mumkin. Darsimizni shu yerda tugatamiz. Ikkita strategiyani yaxshilab o'rganib, birinchi topshiriqlar o'sha GPY ga o'rtacha qanaqa darajada ishlagan o'shanisini tekshirib chiqasizlar. Ikkinchisi tillardan hamma joyini 1 soatlik time frame ga qo'yib, o'sha 3 ta svechi eng kamida 3 ta. 5 ta bo'lsa ham ishlaydi u narsa. 10 ta bo'lsa ham ishlaydi. O'rtada o'sha rangi boshqachasi qo'shib qolmagan bo'lsa bo'ldi. O'shalar hammasini analiz qilib, o'zingizlar uchun o'sha strategiyani nima deydi? Kashf qo'yinglar. Ya'ni bu strategiya qanaqa sizga ishonch bildira oladi? Ishonch bildira olasiz bozorga. O'sha narsani aniq qilib olinglar. Aha. Vazifalar gruppaga tashlaydimi yoki hechkazganmi? Gruppaga tashlab qo'yavering akajon. Xudo xolasa oldin tashalganlarni ham ko'raman. Yana bitta narsa aytmoqchiyim. Telefonimda ham zaryadi 1% qoldi. Ana Bekzodni ham tashlagan analizingizni ko'rdim. Oldin tashlaganingizni ko'rdim. Juda akkuratni, zo'r chiqqan. Qolganlar ham ko'rib ana qilsin. Abror akanikini ham ko'rib beraman. Qolganlar ham tashlab ana qilib qo'yaveringlar. Xo'p, aka, rahmat katta, mayli. Mayli, sizlarga ham kattakon rahmat bolalar. Rahmat. Uzilib qolgani uchun darslar sal to'xtab ham 1-2 kun bo'lib qolgani uchun ming bor uzr. Men o'zim aybimni yuvib, cho'tki qilib sizlarga natijaga olib chiqib beraman. Undan xavotir olmanglar. Aha, rahmat katta. Shu oydagi strategiya uchun katta rahmat. Bo'ldi. Mayli, charchamanglar. Xo'p, aka, rahmat. Xo'p.